Barchamiz Shrek multfilmini ko'rganmiz, to'g'rimi? Undagi qahramonlar bilan bir tanishtirib o'tsam, bilasizlar, Shrek multfilmidagi qahramonlarning aksariyati boshqa ertak qahramonlar. Ya'ni cho'chqacha bor, misol uchun, mana bitta ko'ryapsizlar. Undan oldin nima bo'lgan yana? Rusalka qatnashgan. Rusalkani bilamiz, rus ertaklar. Undan tashqari Pinokio, alohida ertak. Bu qaysi multfilmdan? Ha, Qizil Qalpoqcha mana bu yerda ham aynan mana shu sahna bor. Lekin bitta savol tug'iladi. Kan Lord Farquaad bu qaysi ertak qahramoni? Mana shu sirni fosh qilamiz. Lord Farquaad mana bu yerda yelkalariga ahamiyat beramiz bitta-bitta, ha? Xo'p, tushunarli. Sochlari qanaqa? Sochlari qora, kare qilingan. Xo'p, bizda qanday xuddi shuna ko'rinishga o'xshaydigan ertak qahramonimiz bor? Oppoy. Xo'p, kelinglar solishtirib ko'ramiz. Mana yelkadagi mana bu tomonni ko'ramiz. To'g'ri kelyapti. Xo'p, sochi qora va kare, sochi qora va kare. Xo'p, tushundik. Lord Farquaadni onasini hozir topdik. Uning onasi oppog'oy bo'lib chiqdi. Lekin otasi kim? Yana o'rganishimiz kerak bo'ladigan elementlarni qidiramiz. Lord Farquaad bo'yi past edi. Bemalol uni gnom desak bo'ladi. Demakki, otasi esa otasi gnomlardan biri. Lekin oppog'oyda gnomlar juda ham ko'p-ku. Qaysi biri? Keling, Lord Farquaadni xarakteridan kelib chiqamiz. Lord Farquaad juda ham jahldor va qizil kiyimda yuribdi. Bizning oppog'oylarimiz orasida esa jahldor va qizil kiyim kiyadigan faqat bittasi bor. Shunday qilib azizlar, jinoyat fosh bo'ldi. Biz Lord Farquaad qaysi ertakdan ekanligini va ota-onasi kimligini topdik.